Bu dunyoda hech kimga ishonma Po'lat. Herkes Hamma bir-birini sotadi. Odamlarni bir-birini sotish uchun biror sababi bor. Ammo bir marta o'zingni sotilishingga ruxsat bersang, har doim sotilasan. Agar bu dunyoda yashashni istasang, orqangni devordan boshla. Men-ku kechirib yuborarman seni. Lekin sen meni qalbimni og'ritding. Qalb esa Allohnikidir. Sen meni g'azabimdan qo'rqma. Allohning g'azabidan qo'rq. Eriga menga nima qilib qo'ydingiz degan ayolning oxirati qoladi deb o'ylaysizmi? Bugun noshukr bugun. Nonkor bugun. Payg'ambarimiz alayhissalomda doim eslanadigan bir hadislari bor. Agar deydilar, uyg'onganingda bunday quloq solsang